Navro'z, yangilanish va yasharish ayyomi sayllari viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida davom etayotgani kabi, Denov tumanining Sumbula mahallasida ham keng miqyosida nishonlanmoqda. Ushbu shukuhli bayram qudratimiz birlik va hamjihatlikda shior ostida o'zbek va tojik millatlari o'rtasida o'ziga xos tarzda hamjihatlik bilan kutib olinmoqda. Urf-odatlarimizga asoslangan ushbu shodiyonada yoshu qari birdek milliy kiyimlarda Navro'ziy taomlar, turli xil o'yinlar, xonandalarning bahoriy xonishlari bilan ishtirok etishdi. Mana bugun Denov tumanining So'lim qishlog'i bu o'tgan yil biz davlatimiz rahbari tashriflarida Surxondaryo viloyatida turizm qishloqlarini ko'paytirish bo'yicha topshiriq beruvdilar. Mana ushbu turgan hududimiz ham turizm qishlog'iga kiradi. O'tgan yil turizm qishlog'i maqomi berildi. Mana bugun xalqlar do'stligi sayli bo'lyapti. Shuningdek, bu Navro'z tadbirlari nishonlanyapti. Mana ko'rib turibsiz, Denov tumanining Sina qishlog'ining o'zida 7 ta mahallasi bor. 28 mingdan oshiq aholi yashaydi bu yerda. 28 ming aholidan mana shu 4dan 1lari chiqqan bo'lsa kerak, kamida 10 mingga yaqin odam bo'lsa kerak. Rosa ko'p aholi keldi. Aholining kayfiyati juda yaxshi. Tadbirlarimiz juda ko'tarinki ruhda o'tyapti. Sport tadbirlari o'tyapti. Kurash, mana varrak uchirish, etno sport tadbirlari o'tkazilyapti. Oshiq o'yinlari bo'lyapti. Qarab tep, arqon tortish, bir qator sport tadbirlari, madaniy tadbirlar o'tkazilmoqda. Aholining kayfiyati juda ham yaxshi. Madaniy tadbirlar chiqishlar qilyapti. Mana tojik tilida, o'zbek tilida qo'shiqlar bo'lyapti. Umuman bayram tadbirlarimiz yuqori kayfiyatda, bahoriy taomlar tashkil qilingan. Mana Sinani o'zini mashhur taomlari bor. Sinani oshlari, mana bemalol tatib ko'rish mumkin. Sinani o'zini tandirlari bor. Sina milliy somsalari O'zbekiston bo'ylab hamma tomonga borsa, Sinani o'zini noni, o'zini Sina milliy somsalari bilan mashhur. Bahoriy taomlar chiqqan. Mana nima deydi, haliga chukurri deydi, ravosh deydi, har xil o'zini atamalari bor. Bundan tashqari ajoyib tadbirlar o'tkazilyapti. Mana tosh ko'tarish tadbirlari, pahlavonlarimiz kelgan, tosh ko'tarish musobaqalari bo'lyapti. Umuman olganda kayfiyatimiz yaxshi, aholi sayl qilyapti. Varrak uchirish, do'stlik, mana yuqorida do'stlik bog'i ham tashkil qilindi. Tojik, o'zbek xalqi birgalikda ko'chat ekish marosimlari o'tkazildi. Umuman kayfiyatimiz yaxshi, a'lo darajada. Ustodi aziz, shuma ra bo Idi Navro'z tabrik megoyim. Tabrikot idonai shuma. Rahmat. Albatta imroz ba munosabati ham Idi Navro'z hamma ma dar injo jam omadim. Albatta in yak idi است که برای ما یک ایدی دوستی، برادری، برابری، ایدی بهار، ایدی مهنت. البته امروز در این منزلی که ما هستیم ایدی دوستی رفته شده است. برادران، دوستان از جمهوری تاجیکستان امروز مهمان شده به اینجا آمده ایستاده هستند. البته این دوستی ما قدیم آمده است. ما می‌دونیم که هزارها سالا مقدم این دوستی برقرار است. حالا می‌دونیم که در جمهوری ما، در دولت ما زیاده از 130 دولت و ملت استقامت کرده ایستادند. لیکن با همه آنها برابر دوستی دوستان برابر هستند. و دیگر میرو محبتی قوی دارند. لیکن از اینا همه‌شان بیشترش ازبکان و تاجیکان هستند که مهر آنها نسبت به یکدیگر باز به اندازه است. ما خواهش میکنیم که این دوستی ابدی باشد، برقرار باشد. خلقای ما هم تاجیک و ازبک و دیگر ملت‌هایی که در جمهوری ما استقامت دارند همیشه با وقت صاحب باشند. دسته‌های هنری صنعتکاران خوش سلیقه با سرودهای دلنشین و جشنواره و اشتراک کنندگان تاثیرات خوب بخشیدند. چشم سیاه روی زیبا
اشتراک رکتور دانشگاه دولتی تدبیرکاری و آموزگاری دهنو آیبک روزیف با آموزگاران و دانشجویان و ما خاطرمان گردید. Mana bugun Sina qishlog'ida Navruz saylini bir o'zgacha shukuhi davom etilyapti. Muhtaram prezidentimizga ming rahmat aytamiz. Bugungi kunda Sina qishlog'ini turizm qishlog'i degan darajasiga yetkazib berdi. Bu bayramni bu yerda o'tkazishning o'zgacha fayzi bor desak xato bo'lmaydi. Bugungi ushbu bayram mana shunday Denovda, Uzun tumanida, Sarosiyo tumanida, Boysun tumanida yana keng ommadan olib borilayotganligini bir boshqacha bir baho berishimiz kerak. Ya'ni muhtaram prezidentimiz bugun 31-mart kuni Dushanbe, Tojikistonda Xo'jand shahrida Qirg'iziston prezidenti, O'zbekiston prezidentimiz va Tojikiston prezidenti uchalasi birgalikda Navruz bayramini o'tkazilayotganligi bu haqiqiy do'stlik, birlik, hamkorlik nuqtai nazaridan amalga oshirilyapti. Endi Navruzga agar sarhisobga to'xtaladigan bo'lsak, hammamizga ma'lumki, Navruz 3000 yillik tarixga ega bo'lgan bayram hisoblanadi. Bu Zardoshiylik davrida Eron, Afg'oniston, asosan O'zbekiston hududi atrofida bu keng nishonlanib kelinayotgan bayram hisoblanadi. Bugungi bayramda bilasizmi, milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, taomlarimiz, sport musobaqalarini amalga oshirishda, ko'rishda, kelajak avlodga singdirishda yana bir katta bir sababchi bo'lib qoladi. Bugun bu bayram ertalab tongdan boshlab mana hozir soat 4 bo'lgan bo'lsa 4 gacha umuman hech kim ketgisi kelmaydi. Ya'ni bu yerda bilasizmi, ayollarimiz, onalarimiz, singillarimiz haqiqiy bizni o'zbek milliy kiyimlarimizni yoki o'g'il bolalarimiz milliy choponlarimizni, do'ppilarimizni yoki kavushlarimizni shu narsalarni ko'rsatish bilan alohida beryapti. Bugun Denov tadbirkorlik pedagogik instituti ushbu bayramga o'zgacha shukuhda, o'zgacha tayyorgarlik ko'rgan holda keldik. Bu yerda bugun milliy cholg'i ansambullarimiz, Sado, Chag'aniyon cholg'i folklor etnografik ansamblimiz o'zini chiqishlari bilan hammaniga e'tiboriga qozondi desam xato bo'lmaydi. من کیها سالهای 80 در دوشنبه آلیگاه تاجیکستان خوانده بودم. همون وقت زبان تاجیک را یاد گرفتم. زبان دانی جهان دانی میگوید. من همین رایونی دینو اچیل ملت زیاد زندگی میکنن. حاضر من خودم کار میکنم در دانشگاه کلینگ o'zbekcha bu yerda davom ettiray. Denov tadbirkorlik pedagogika institutida ishlayman. Bizning institutimizda ko'p millatli xalq vakillari, shu jumladan Indoneziyadan ham talabalar kelib o'qishyapti. Meni o'zim bir oydan ziyod Indoneziyaga ikkita talabamizni olib borib, u yerda o'zimizning milliy kiyimlarimizni, chiroyli do'ppilarimizni, taqinchoqlarimizni borib ko'rsatib, o'sha O'zbekistonni ko'z-ko'z qilib keldim. Bilasizmi, mana bugun ham hamma xursand. Odamlarning ko'zida hayajon. Hali Mir Alisher Navoiy aytadilar-ku, har kuning qadr bo'libon, har kuning bo'lsin Navruz deydilar. Qarang, kechagina qadr kechasini nishonladik, bugun Navruz. Odamlarning ko'zida xursandchilik, tinch yurtga xursandchilik yarashadi. Men mana shu institutimizda barcha ustozlari nomidan barchani Navruz bayrami bilan muborakbod etamiz. Hamma mehmonlarga ham xush kelibsiz deyman. Xush omaded mehmonay aziz, nuri dida tojisar. نوروز امسال بهتر ز نوروزهای هر سال است. مردم دیارمان با کیفیت ایدانه ایدی نوروز را جشن گرفتند. در محله سنبوله برای گذراندن جشنواره همه شرایط‌های لازمه مهیا گردیده است. در بزم امروزه سراینده خوش سلیقه دیارمان گلی ماه میلیبای و حضور دارند. گلی ماه جان، شما را با عید نوروز تبریک میگوییم. تبریکات عیدانه شما. البته برای تماشابینان چند لحظه از سرودتان قرائت میکنید. البته من هم تمام خلق ازبکستان را، تمام خلق دیار سینه را با فرارسی ایدی بهار، ایدی نوروز
تبریک میگویم. به خاندانتان تینجا آسودگی میخواهم. الهی دوستی تاجیک و ازبک ابدی باشد. حالا یک سرود خیلی کردن میگم. گل آمد بی وفای یادم آمد، بهاری آشنای یادم آمد، جدایی سوخت جانم را جدایی، به وفا یارکی ما یک بار نیامد، آن یارکی مایه خبر ندارد، از حالکی مایه خبر ندارد، آن یارکی مایه خبر ندارد، از حالکی مایه خبر ندارد. سرسری چشمم میرمه روی مونه بسته میرمه، سرسری چشمم میرمه روی مونه بسته میرمه، بی وفا یار نیامده دل ما شکسته میرمه، بی وفا یار نیامده دل ما شکسته میرمه، آن یارکی مایه خبر ندارد، از حالکی مایه خبر ندارد، آن یارکی مایه خبر ندارد، از حالکی مایه خبر ندارد. در جشنواره پرچم‌های دو دولتی با هم دوست تاجیکستان و ازبکستان را که شما گواه گردیده ایستاده اید، این باعث فخر ما تاجیکان ازبکستان گردید. بر دیار ما امروز در ازبکستان عزیز ما در دهه زیبا منظر سینه پرچم دو دولت را شما دیده ایستاده اید عزیزان نور دیده. دوستی همان ابدی گردد، روحی جامی و نوایی شاد گردید گویم مبالغه نمی شود. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun bizning Surxondaryo viloyati Denov tumanimizda mahalla hokimligi tomonidan uyushmamiz hamkorligida tojik o'zbek millatlararo bugun mana do'stlik Navruz olami, do'stlik kunimiz, mana hammamiz birlikda Navruz olamini o'tkazyapmiz. Mana bu Navruz yasharishimiz, yanada insonlarimizga kuch-quvvat yig'ishi va kelajagimizda yanada tinchlikni saqlab qolishga hamkorlik deb bilaman. Mana imroz ma jashni Navruzی ایدی بهاری داریم. هماتون به این دهه سینه به محله سنبله دشت چنار به محله فیض‌آباد خوش آمدیتا میگویم. نوری دیده تاج سر. ما این انانه ها رو سالهای دراز نسل به نسل گذرانده برای یاشا برای جوانا میراث کرده گذرانده ایستاده ایم. باز امروز ما با ازبک‌ها تاجیک‌ها همچون یک دوستی به مانند دوستی یکدیگرمان را همچون یار و برادر، همچون آپای دختر، مادر و دختر شده امروز جشن کرده ایستاده ایم. برای همین هم این جشن ما جشن بهاری است. همه‌تان به این جشن خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج سر. در جشنواره نمایندگان ساحه‌های گوناگون از جمله آموزگاران اشتراک نمودند. ستار جان شما را با عید نوروز تبریک میگوییم. تبریکات ایدانه شما. السلام علیکم استادان و دهه سینه، دهه مردمی تاجیک زبان. ما خرسند هستیم. من امروز مردمی دهه ما خیلی خرسند است که امروز همه برام دیگه هستند. جشن نوروز است. جشن نوروز هم تاجیکان و ازبکان همه ما در تاجیکستان کلی میتیم، کلی میبریم. خیلی خرسند هستیم. شاعر میگوید که را بخشید خدا بهر عطای تاجیکان، هم جهان و هم ایمان و هم خدای تاجیکان. سنگ خارا بستر و گوهره و سجاده گشت، همچو مادر جان بخش و جان فدای تاجیکان. حسرت دنیا نهان هست همچو زن در سینه اش، از بری هر سان خیزد صدای تاجیکان. من به خان هیچ کس دستی تمنا نگذاشتم، در قناعت خیزرم از پاره نان تاجیکم. یک بار دیگر نوروز را تبریک و مبارکباد میگیم. Mana bugun Denov tumanimizda Sinov mahallasida ko'tarinki ruh nimasida Navruz bayrami bo'lmoqda. Bunga hamma fuqarolar nimalar aktiv qatnashib, hamma ko'tarinki ruhda qatnashmoqda. Mana hozir sumalaklarimiz qaynamoqda. Doshqizimda oshlarimiz damlanmoqda. Hammalari nimasi qilib o'z hissalarimizni qo'shib bayram kayfiyatda bo'lmoqdamiz.
bayram shugi hamma juda nima bong uryapti. Mana bayramlar hammalarni tabriklaymiz. Xush kelibsizlar. Ha, rahmat. ای دوست بهاری نو صد بار تو را تبریک روزی نو و کاری نو صد بار تو را تبریک این عیدی پرآوازه با روحی نو و تازه آورد براری نو صد بار تو را تبریک میهمان نگاهت شد تا غصه دل رو بد مانند نگاری نو صد بار تو را تبریک یک سینی سلامی تو در خانه دلم شد هفت ای نامه نگاری نو صد بار تو را تبریک از مقدم فروردین گل می کند احساست نیرو و مداری نو صد بار تو را تبریک خورشید سما اکنون در برج حمل آمد این لیل و نهاری نو صد بار تو را تبریک خاناباد و سربلند باشید عزیزان